1950-60 atrofida Indoneziya davlatini podshosi bo'lgan birinchi prezidentlar ismlari Sukarno Moskvaga davlat shtabidan borib Buxoriy hazratlarining qabrlarini so'rar ekanlar. Moskvada. Endi Indoneziya musulmon davlat, o'sha podsho Qur'onni yod olgan inson bo'lar ekan. Moskvaga ayrim o'sha sharqlarga qo'l qo'yib uchun kelar ekan, juda katta bir o'sha rasmiy tashrif bilan boradida Buxoriy hazratlarining qabrini so'rar ekanlar. Eng avvalo davlat ishlarini boshlashdan oldin borib Buxoriy hazratlarining qabrlarini ziyorat qilaylik derkanlar. Rus hukumatı bilmas edi Buxoriy kimligini. Majbur bo'lar ekan, kelib Buxorodan izlashni boshladilar. Buxoriy deb qabri topilmadi. O'shanda O'zbekiston bosh imomi Ziyoddin Qoribulxon aytdilar, Buxoriyning qabri Samarqandda, Xartangda. Lekin bu dargohga mehmon olib kelib bo'lmay, juda bir ayanchli ahvolda dedi. O'sha xabarni mehmon Moskvada turib eshitarkanlarda ko'zlarida yosh bilan Allohga shukr, Buxoriyning qabrlari topildimi? Men hattoki piyoda borishga ham roziman shu qabrlarga, hozirroq boraylik dedi. Olib kirarkan atayni qorong'ida kechasiga to'g'rilab olib kirarkan yon atroflarni ko'rmasin dedi. Indoneziya davlatining podshosi kechasi kirib kelarkanda ziyoratgoh darvoza oldiga borganlarida oyoq kiyimlarini yecharkan hurmat qilib, qabrlarga yaqin qolganlarida ta'zimda emaklab kelib qabr boshiga joynamoz to'shattirib, Qur'on oyatlaridan tong otgancha o'qib yig'lab tilovat qilar ekan. Tong yorishib ketdilar, yon atroflarni ko'rar ekan u kishi. Ey musulmonlar, shunchalik ulug' insonning qabri xarab ahvolda bo'lsa, butun dunyo musulmonlari izlayapti. Shunchalik ulug' insonning qabrini xarab ahvolga aylantirib qo'yibsizlar. Agar bu kishining qabri sizlarga kerak bo'lmasa, bizga beringizlar. O'z vatanimga, Indoneziya davlatiga olib ketamiz. Vatanimda katta bir ziyoratgoh barpo etamiz. Sizlarga xohlasalaring Buxoriyni qabr turpoqlari bilan kavlab olib ketgan joyimizni tullo bilan to'ldiramiz dedi. Agar tonna chiqsa, tonna tullo sizlarga vatanim hisobidan beraylik dedi. O'shanda O'zbekiston bosh imomi Ziyoddin Qoribulxon rahmatli aytar ekan, biz Buxoriyni qabrlarini kimga bera olmaymiz. Bizdan keyingi mana shu avlodlar so'rasa, kelgusi avlodlarga nima deb javob beramiz deb Buxoriy hazratlarining qabrlari Sovet hukumati davrida saqlab qolingan ekan. Mana mehmonlar Indoneziya davlatining podshosi kelib, bu dargohlarni ziyorat qilib, bir ehson hadyalar qilar ekan. Obod qilinglar, ulug' dargoh islom olami kelib ziyorat qilsin dedi. Ana shundan keyin ham mana shu dargohga bir yana e'tibor oshgan va yanada obod bo'ldi. 1998-yilda qayta ta'mirlangan edi. O'sha buzilib, qaytadan barpo etilgan edi. O'sha holatlar ham bugungi kunda masjidlarimiz kichiklik qilib qoldi. Juma kunlari, hayit kunlari namozxonlar chiqmadi edi. Mana bugungi kunga kelib, chet davlatlardan ziyoratchilar tashrif buyurib, dastlab ko'pchiligi Buxoriy hazratlarini bir ziyorat qilib, keyin umra hajga ketganlar ko'p oramizda. O'shani hisobiga mana bugungi kunda prezidentimizning tashabbuslari bilan bu dargohlar kengaytirilib obod bo'ldi azizlar bo'ldi. Alloh nasib qilsa faqatgina ulug' dargohlarda hojonalar bo'lib, hojaki hojibolar bo'lib kelib duo qilish nasib barchamizga. Ana endi mehmonlar telefonlarni o'chiraylik. Savollar bo'lsa so'rangizlar. Mana bugun ulug' inson Al-Buxoriy hazratlarining ziyoratgohida turib, mana shu maqbara boshida turib duo qilyapmiz. Alloh mana